Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi buyurtmalarimiz hozir yuk mashinasini kutyapmiz. Namangan, Andijon, Toshkent, Qarshi, Buxoroga yo'l oladi. Bular 25-yil modellar. Qozonlari o'zgargan, uklonlari tikka bo'lgan, ostiga ko'mir tiqilib qolmaydi. Hammasi tushib ketishi oson bo'ladi. Bular 2026-yil modellar. Shu buyurtma bergan mijozlarimizga hozir navbati bilan yetkazib berish jarayonlari boshlangan. Siz ham bemalol Nur Texno Group kotyollarga buyurtma berishingiz mumkin. Hozir mana qadoqlash jarayonlari birinchisini qadoqlab bo'lishibdi. Bu mana Buxoroga, Buxoroi Sharifga yo'l oladi. Navbatdagi hozir tozalash ishlaridan keyin hammalarini qadoqlab, egalarini, ism familiyalari, qo'llanmalari, nomerlari yozilgan. Bu mana Qoraqalpog'istonga. Siz ham bemalol O'zbekistonning istalgan nuqtasidan turib Nur Texno Group kotyollarga buyurtma berishingiz mumkin. Nur Texno Group sizni qishning sovuqlaridan ishonchli hamda arzon himoya qiladi.